Ayollardan tovuq miya deyish qayerdan chiqqan? Yaqinda ham bir eshitib qoldim, to'g'risi men xafa bo'lib ketaman. Bizni onalarimiz, opa-singillarimiz, turmush o'rtog'imiz, qizlarimiz hammasi borda. Kimdir ularni tovuq miya desa, hech kim xursand bo'lmasa kerak. Lekin nimagadir erkaklar o'z ayolini ba'zan urush janjal paytida tovuq miya deb haqorat qiladi. Hurmatli aka-ukalar, ayniqsa uylanmagan bo'ydoqlar, bu narsani e'tiborga olib qo'yinglar. Mumkin emas, ular qilmanglar. Har bir inson albatta uylanar ekan yaxshi niyatlar bilan o'zidan keyin bir yaxshi zurriyot qoldiray deydi-da. Buning uchun yaxshi onalar kerak. Lekin siz farzandingizni onasini tovuq miya deb turib haqorat qiladigan bo'lsangiz, onasi farzandi uchun bir qanaqangidir obro'li shaxs bo'lmaydi-da. Gapirgan gapi e'tiborga olinmaydi, xohlagan paytda gapiga quloq solmasligi mumkin. Shuning uchun bu juda ham yomon. Qolaversa, ayolingiz sizni turmush o'rtog'ingiz, umr yo'ldoshingiz, umringizni oxirigacha o'sha ayol bilan birga yashaysiz.